Salom mening oltin baliqchalarim. Menga telefon beraman deb hormay tolmay ishlayotgan aziz klientkalarim. Bugun biz sizlar bilan mana shu qo'zichoqlardan birini to'qishni boshlaymiz. Ishni avvalambor qo'zichoqning asos qismini ozgina to'qib olishdan boshlaymiz. Keyin esa 4 ta oyoqlarini to'qib chiqamiz. Agar orangizda yangi to'quvchilar bo'lsa, oyoqchalarini to'qishda diqqat va e'tibor bilan pedallar sonini sanab to'qishingizni maslahat beraman. Aks holda shakli har xil bo'lib qoladi. Menga video oluvchi uskunam juda ham xalaqit qildi. Shuning uchun oyoqchalarning tayyor holatini ko'rsatishga qaror qildim. So'ngra meni buyuk ishlar kutayotganligi esimga tushib qoldi. Mening buyuk ishlarimdan birinchisi bizning uyimizda hech kimnikida yo'q ehson qutisi bo'lib, ana o'shani yetim bolalarga eltib berish edi. Biz unga kunni bo'yi ehson yig'amiz. Konfet yesigan, meva yegimiz kelib qolsa ham tashaveramiz. Biz yeganda ular qarab turmaydi-yu, to'g'rimi? Ularning ham nafsi bor axir. Sizlarga maslahatim, sizlar ham uyingizga shunaqa ehson qutisi qilib qo'yinglar. Yetimlarning boshini silash o'ta savobli ish. Xullas ehsonlarni yig'ib yetimxonaga yo'l oldim. Videoda ko'rganingizdek bizning yetim buqalarimiz ulardek och. Meni ko'rib hatto ba'zilari yig'idan o'zini zo'rg'a ushlab qolishdi. Yetim buqalarimizni yupatib bo'lgach, qirolicha zoti oliyalardan maktub oldim. Maktubda tomorqaga ekilgan piyozlarimizga qarshi sho'ralar bosh ko'tarayotgani, ularga qarshi faqat yolg'iz o'zim bas kela olishim yozilgan ekan. Uchar ketmonchamni olib, darhol g'alayonni bostirdim. Shuning bilan mening bugungi qahramonliklarim o'z nihoyasiga yetdi. Diqqat e'tiboringiz uchun tashakkur.